Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Demak, fizik, kimyo o'tsalarni boshlaymiz. Fizik, kimyo o'tsalardan oldin agregat holatdan bir-biriga o'zgarishini ko'rishimiz kerak. Agregat holatlar qanaqa o'zgaradi? Ya'ni birinchisi suyuq holatdan suyuqlanish deb, qattiq holatdan suyuq holatga o'tish hodisasi nima deb ataladi? Suyuqlanish deb ataladi. Qattiq holatdan suyuq holatga o'tish. Qanaqa hodisa bu? Ya'ni nimalar misol bo'ladi bunga? Birinchi o'rinda qattiq holatdan suyuq holatga o'tadigan misollar, mana muzni oldik, eritdik. Ya'ni suyuq holatga o'tkazdik. Suvga o'tkazdik, to'g'rimi? Qattiq holatda suyuq holatga o'tdimi? Ha? Nima deyiladi shu? Nima deb ataladi? Suyuqlanish deb ataladi. Yoki bittagina muzni suyuq o'tishi emas bu. Boshqa jarayonlar ham bor. Mana masalan deylik, oltin yoki deylik kumush yoki masalan temir shunga o'xshagan qattiq moddalarni eritish ham nima deb ataladi? Suyuqlanish deb ataladi. Eritib suyuq holatga o'tkazsang, qattiq holatdan suyuq holatga o'tkazsang nima deb ataladi? Suyuqlanish deb ataladi. Ikkinchi holat bor, qattiq holatdan gaz holatga o'tish. Bu sublimatsiya, ya'ni bu misolga ko'p tabiatda o'zi mana bizda ko'p ko'rmaymiz bu narsani, bu holatni ko'p guvoh bo'lmaymiz, lekin bunga yod, naftalin quruqmiz misol bo'ladi. Ya'ni yodni o'sha naftalinni qizdiradigan bo'lsak, qattiq holatdan qanaqa holatga o'tib ketgan? Suyuq o'tmasdan to'g'ridan-to'g'ri gaz holatga o'tadi. Qattiqni eritib suyuq o'tmaydi-da, mana qattiqni eritasan, suvga mana suyuqlik aylanadi. Muzni eritadigan bo'lsak, birinchi suv, keyin bug'lanib ketadi-ku, to'g'rimi? Lekin bundachi bu moddalarda qattiq holatdan to'g'ridan-to'g'ri nimaga o'tib ketgan? Gaz holatga o'tib ketar ekan. Bu holat nima deb ataladi? Sublimatsiya deb atalar ekan. Tushunyapsizlarmi o'quvchilar? Yaxshi. Suyuq holatdan qattiq holatga o'tish. Endi bu ko'pchilik bu narsani suvni muzlash bilan tushunadi. Mana suvni yuqori quyi haroratda, ya'ni past haroratda ko'rgansizlar, qanaqa holatda bo'ladi u? Muz holatda bo'ladi, ya'ni qotib qoladi. Bu narsa misol bo'ladi, lekin ko'pchilik bu narsani qotish emas, muzlash deb o'rganadi. Aslida to'g'rimi bu narsa? Muzlash emas, nima deb atalishimiz kerak? Qotish deb atasak ham xato bo'lmas ekan. Yoki mana yog', asal, yoki shunga o'xshagan moddalarni, shunaqa o'xshagan, demak, ko'rgansizlar, suyuq holatda bo'ladi bular. Qish paytida nima bo'lib qoladi bular? Qotib qoladimi? Mana shu jarayon nima atalgan ekan? Suyuqdan qattiq o'tish holati nima deb ataladi? Qotish deb ataladi. Yoki suyuqdan keyingi holat gaz holatga o'tish holati. Bu nima deb atalyapti? Bug'lanish. Choyni qo'ydik gazga, choyni gazga qo'yib, esdan chiqib ketsa, nima bo'ladi? Bug'lanib ketadi. Aytasizlar, o'zingizlar nima deydi? Bug'lanib ketibdi deysizlar. Suyuq holatdan gaz holatga o'tish hodisasi nima deb ataladi demak? Bug'lanish deb atalar ekan. Navbatdagisi gaz holatdan suyuq holatga o'tish. Nima deb ataladi bu? Kondensatsiya. Ya'ni nima misol bo'ladi bunga? Asosan suv misolida olamiz. Xohlagan gaz modda suyuq o'tishi mumkin. Xohlagan gaz modda. U metan bo'lishi mumkin, u masalan propan bo'lishi mumkin yoki boshqa gaz holatdan nimaga o'tishi mumkin? Suyuq holatga o'tishi mumkin. Bu narsaga turli omillar sabab bo'ladi. Oddiygina mana qaranglar. Yomg'ir yog'ishi ham o'sha yerdagi suvlar bug'lanib, keyin suyuq aylanib pastga tushadimi? Bu o'tsa nima deb atalgan? Kondensatsiya yoki deylik metanni balonchada qisilishi hisobidan balonda u nimaga aylanadi u ham? Gazdan suyuqqa aylanar ekan. Tushunyapsizlar? Boshqa holat ham bor. Misol uchun suvni oldingizda, manti qozonni o'sha pastdagi qozonchasiga solib turib, mantini qo'ygandan keyin eng yuqoridagi qopqog'ida suv tomchilari bo'ladimi? Birinchi marta qo'ygan paytingda. Suv tomchilari bo'lmaydi. Nima uchun bo'lmaydi? Sababi suv tomchilari bo'lmaslik asosiy sabab bu yerda bug'lanish bo'lgani yo'q o'li. Endi qizdirgandan keyin, isitgandan keyin bug'lanadimi? Yuqoriga ko'tariladimi? Qopqog'ida suv tomchilari paydo bo'ladimi? Suv tomchilari paydo bo'lgandan keyin ko'rsalaringiz mumkinki, demak bu qayerdan paydo bo'lyapti u? Bug'lanish natijasida suv buqlari nimaga aylanadi? Suyuqlikka aylandi. Tushunarlimi o'quvchilar? Savollar bormi? Gazni suyuq o'tish holati. Bu kondensatsiyaga bitta bu emas. Oddiygina derazalarda, mana oshxonada ovqat qilinadi yoki bir nima bo'ladi, isib ketgandan keyin qish paytida suvlar bug'lanadi, derazalar bug'lanadi-da, suv tomchilarini paydo bo'ladi ko'rsalaringiz agar. Bu ham nima deb atalgan o'quvchilar? Suyuqdan gazdan suyuqqa o'tish kondensatsiya deb atalar ekan. Yoki boshqa bir misol. Aynan o'sha issiqxonalarga qaraydigan bo'lsak, issiqxonalarda nima bo'ladi? Selofanda suv tomchilari paydo bo'lib qo'ygan bo'ladi. Ichkaridan qaraydigan bo'lsak, qayerdan kelyapti u? O'sha yerdagi, demak, suvlar bug'lanib, issiqlik hisobidan suvlar bug'lanib, nima bo'ladi? Yuqoriga ko'tarilish hisobidan bu yerda suv tomchilariga aylanib qoladi. Bu ham demak gazdan suyuqqa o'tish nima deb ataladi? Kondensatsiya deb ataladi. O'quvchilar yod, naftalin quruq muzni tushundingmi nima ekanligini?
quruq muzni bilamiz. O'zimiz nafas olib chiqargan paytimizda chiqadigan gaz bu karbonat angidrid. O'sha karbonat angidridni qattiq holatdagi nima deb atal ekan? Quruq muz deb atal ekan. Naftalinchi. Naftalin ham xuddi shunday qattiq modda, yod ham xuddi shunday qattiq modda. Demak, fizik, kimyo hodisalarga misollar bilan tushuntiraman. Fizik hodisalarni yozib qo'ydigan o'quvchilar. YouTube bilan Telegram kanalimiz Shams Education. Fizik hodisalar nimalar o'zgarmaydi dedik? Fizik hodisalarda moddani agregat holati o'zgaradi. Bir moddadan boshqa bir moddaga aylanmaydi. Qattiq holatdan suyuq holatga yoki suyuq holatdan gaz holatga o'tishi kuzatiladi. Fizik hodisalarda qaytib aytaman yozdirganimizni, rangi, hidi, ta'mi o'zgarmaydi. Bunda nima o'zgaradi? Moddaning turgan o'rni, qayerdadir turibdi modda, boshqa yoqqa surildi. Turgan o'rni, agregat holati, shakli o'zgarish bilan borishi mumkin. Fizik hodisalarda yangi modda hosil bo'lmaydi. Atomlar ham, molekulalar ham saqlanadi, ya'ni o'zgarishga uchramaydi. Qaranglar. Muz suyuqqa o'tish. Muzni suvga o'tish. Mana muzni eritding, to'rmush xona. Nimaga aylanadi? Suvga aylanib ketadi. Muzni tarkibi qanaqa edi? H2O edimi? Suvni tarkibi ham baribir biladi. H2O o'zgardimi? H2O dan boshqa moddaga o'zgarib ketdimi? Suv H2O edi, bug'i ham nima deyiladi bu yerda? H2O. Endi qaranglar. Suyuqlanishi, qattiqdan suyuqqa o'tish hodisasi. Oltinni eritib suyuqqa aylantirish. Oltinni suyuqlantirish. Bu qanaqa hodisa? Fizik. Mana shu yerda yozilgan hamma hodisalar nimaga kiradi? Fizik hodisasiga kiradi. Qattiqdan suyuqqa o'tish ham fizik. Demak, qattiqdan gazga o'tish, sublimatsiya. Mana bularni sublimatsiyalanishini misol aytasiz sizlarga. Bular ham nimaga misol bo'ladi? Fizik hodisaga misol bo'ladi. Yoki deylik, qattiq holatdan, demak, suyuq holatdan qattiq holatga o'tishi, qotib qolishi, muzlab qolishi, muzlash, qotish. Yoki mana shunaqa savollar keladi. Mana yog'ni sovuq haroratda qotishi. Bu yerga nima kiradi? Qotishga kiradi. Gazni suyuq o'tish. Gazdan suyuq o'tish, ya'ni kondensatsiya. Suv bug'lari kondensatlanishi yoki biror bir gaz moddalarining kondensatlanishi, bu ham hammasi nimaga kiradi? Fizik hodisa. Choyni qo'yding, bug'lanib ketibdi. Bu qanaqa hodisa? Bu ham xuddi shunday nima hodisa hisoblanadi? Fizik hodisa hisoblanadi. Mana shu moddalarning hammasi qanaqa holatga o'zgarishi, mana, ya'ni shu modda molekulasi o'zgarmasdan turib, qattiqqa suyuqdan, suyuqdan qattiqqa, gazdan suyuqqa, boshqa holatlar o'zgarishi qaysi moddalar? Hammasi nimaga kiradi? Fizik hodisaga misol bo'ladi. Tushunarlimi? Yaxshi, yozamiz. Kimyoviy hodisalar deb. Kimyoviy hodisalar deb. Kimyoviy hodisalar deb. Moddalarning rangi, kimyoviy hodisalar deb, moddalarning rangi, kimyoviy hodisalar deb, moddalarning rangi, hidi, ta'mi, moddalarning rangi, hidi, ta'mi o'zgarishi bilan boradigan hodisalarga aytiladi. Moddalarning rangi, hidi, ta'mi o'zgarishi bilan boradigan hodisalarga aytiladi. Bo'ldimi? Fizik hodisalarda, kimyoviy hodisalarda yangi moddalar hosil bo'ladi. Kimyoviy hodisalarda yangi moddalar hosil bo'ladi. Kimyoviy hodisalarda yangi moddalar hosil bo'ladi. Kimyoviy hodisalarda molekulalar saqlanmaydi, atomlar saqlanadi. Kimyoviy hodisalarda molekulalar saqlanmaydi, atomlar saqlanadi. Ya'ni atomlar o'zgarishga uchramaydi o'quvchilar. Kimyoviy hodisalarni biz kimyoviy reaksiyalar deb ataymiz.
Kimyoviy hodisalarni biz kimyoviy reaksiyalar deb ataymiz. Yozib bildingizmi? Xo'sh, ketdik. Kimyoviy hodisalarga o'tamiz o'quvchilar. Kimyoviy hodisaga asosan mana shu 3 ta nom bilan keladi. Yana bor boshqa holatlar ham. Ya'ni achish, bijg'ish, yonish hodisalari qanaqa hodisalar deb atalgan? Kimyoviy hodisalar alomati nima? Ya'ni kimyoviy hodisa ro'y bergani biz alomatini qayerdan bilamiz? Rangi, hidi, ta'mi o'zgaradi. Bu jarayonda, ya'ni o'sha kimyoviy hodisada rangi o'zgarishi kerak, hidi o'zgarishi kerak, ta'mi o'zgarishi kerak. Tushunyapsizlar? Mana bu yerda misollar bor, hammasini aralash qilib yozganman, keyin ajratamiz. Qaranglar, yonish bilan bog'liq har qanday jarayon kimyoviy hodisa. Masalan, ruchka yondi, qalam yondi yoki mana oddiygina ko'mir yondi, varaq yondi, ya'ni qog'oz yondi. Yonish bilan bog'liq har qanday jarayon nima bo'ladi? Kimyoviy hodisaga misol bo'ladi. Ya'ni o'sha yonish davomida rangi o'zgaradimi? Shakli o'zgarib qoladimi? Umuman boshqacha holatga o'zgarib qoladimi? Yana bunga o'sha kimyoviy hodisaga faqat bular emas, issiqlik chiqishi mumkin, issiqlik yutilishi mumkin. Bu ham nima hisoblanadi? O'sha kimyoviy hodisani alomatlari hisoblanadi o'quvchilar. Tushunyapsizlar? Bu narsalar hammasi, demak, bijg'ish, achish, yonish bilan bog'liq har qanday holat nima deb hisoblanadi? Kimyoviy hodisa hisoblanadi. Qaranglar. Demak, birinchisi temirni zanglashi. Qaranglar, temir zanglashni hozir birinchi marta yozyapman sizlarga. Shu temirni zanglash davomida rangi o'zgaradimi? Rangi. Tamom. Boshqa gap kerak emas bu yerda. Rangi o'zgaryaptimi? Rangi o'zgarsa nima hisoblanadi? Bu kimyoviy hodisaning alomatimi? Bu boshqa moddaga aylanib o'taymi? Tushunyapsizlar? Yaxshi. Yog'ni qotishi. Ya'ni o'sha sovuqda qotib qolishi. Misol keltirilyapti bu yerda. Yog' qotib qoldi. Suyuqdan qattiq o'tish hodisasi. Hozir aytdim, agregat holatdan hammasini. Nima hisoblanadi bu? Fizikmi yoki kimyoviymi? Kimyoviy, fizikmi? Fizik. Chunki bu qattiq qo'ytyapti. Suyuq edi, yog' qattiq qo'ydi. Agregat holatdan o'zgarish bilan bog'liq-ku bu, to'g'rimi? Keyingisi suvning bug'lanishi. Men yozdim hozir yuqorida ham suvni fizik, to'g'ri. Suvni o'sha holat o'zini suyuq holatdagisi ham, oddiy holatdagisi ham H2O, bu holatda bo'lsa ham baribir nima hisoblanadi? H2O hisoblanadimi? Yaxshi. Ovqatni achishi. Ta'mi o'zgaradimi achigan paytda? Boshqa bir yoqimsiz hidga ega bo'ladimi? Mana alomatlari kiryaptimi, yo'qmi? Shu alomatlar orqali demak ovqatni achishini ham topishimiz mumkin. Sutning qattiq aylanishi. Bu yerda sutning qattiq aylanishida demak qanaqa jarayon yuz beradi? Ta'mi o'zgaradimi? Suyuq edi, ozgina qattiqroq bo'ladimi? Avvalgi nisbatan qattiqroq. Bu ham nima hisoblanadi? Fizikmi yoki kimyoviymi? Kimyoviy, chunki rang, ta'mi o'zgaradi. Rangi o'zgarmaydi, ta'mi o'zgaradi. Tushunarli? Ana endi o'quvchilar o'zlaringizda kitoblaringizda masala ishlaymiz. Misollardan ko'rib beraman. Hurmatli kuzatuvchilar, Telegram manzilimizda, YouTube kanalimizda bundan keyin Shams Education kitobimizda mavzular ketma-ketlikda ishlab beriladi. Mavzular o'tib va shunga o'xshash, shunga oid masalalar mana shu kitobdan ishlab beramiz. Ketdik. Birinchisiga qaranglar. Quyidagi jarayonlarning qaysi birida kimyoviy jarayon debdi? Metanning yonishi birinchisi. Men aytdim, yonishmi? Tamom. Nima kiradi hammasi? Kimyoviga birini olamiz demak, to'g'rimi? Ikkinchisi alyuminiy simni cho'zish. Alyuminiy simni cho'zding, egding, buni hech qanaqa bir yangi moddaga o'zgaradimi? O'zgarmaydi. Bu ham fizik. Ikkini demak olmaymiz. Uchinchisi muzni erib suyuq qo'yitishi. Bu qanaqa jarayon bu? Fizik bu. To'rtinchisi temirni zanglashi. Demak, 1 bilan 4-javob bo'lar ekan. Yaxshi. Davom etamiz. Ketdik. 27-savolga qaranglar o'quvchilar. 27-savol. Quyidagilardan kimyoviy hodisani aniqlang debdi. Qo'rg'oshinning suyuqlanishi. Men yuqorida aytib o'tdim, qo'rg'oshinning suyuqlanishi ham qattiqdan suyuq o'tish hodisasi nima deb ataladi bu? Fizik bu. Shishani maydalash. Shisha mayda qilib, hech qanaqa demak kimyoviy hodisa emas bu. Sutni achishi. Mana yozdim. Yonish, demak achish, bijirish, bu ham kimyoviy hodisaga misol bo'ladi. 34. Quyidagilar ichida fizikaviy hodisa aniqlang debdi. Temirning xlorlanishi. Temirga xlor biriktiryapti, reaksiya ketyapti bu yerda. Bu boshqa moddaga aylanib ketadi bu. Bu kimyoviy. Yodning sublimatsiyalanishi. Fizikmi, kimyoviymi? Fizik. Qanday bilyapmiz? Chunki u qattiq holatdan to'g'ridan-to'g'ri gaz holatga o'tib ketyapti. Xo'sh, 43-savolga qaranglar, qaysi metal emas suyuq debdi. Men aytganman, eslaringizda bo'lsa. Oldin metal emasdan mavzusida aytgandik-a. Oddiy moddalar mavzusi eng birinchi dastlabki mavzu. Oltin gurt qattiq holatda, to'g'ri. B'si yodchi. Qattiq holatda brom.
Suyuq, brom suyuq, metal massadan suyug'i brom, metaldan suyug'i esa smop edi. Mana D jobda smop ham turibdi, lekin u smop metallarning suyug'i o'quvchilar. Tushunarlimi? Yaxshi, davom etamiz. 51-savolga qaranglar. Quyidagilardan nechtasi kimyoviy jarayon debdi? Birinchisi, mis sim qizdirilganda qorayishi. Rang o'zgaryaptimi? Rang. Kimyoviy. Birni olamiz demak. Ftor bug'larning kondensatlanishi, bug'ni suyuq o'tishi. Fizik 2 ni olmaymiz. Naftalinning sublimatsiyasi. Fizik. Smop oksidi qizdirilganda kislorod olish. Kimyoviy. Demak, 1 ni oldik, 4 ni oldik. 5-inchisi havoni suyultirib kislorod olish. Qaranglar o'quvchilar, havoni suyultirib kislorod olish nima degani? Qanaqa jarayon bu? Xuddiki, mana mosh bilan guruchni aralashtirib yubording. Bitta-bitta donalab ajratib olyapsan hozir. Bu qanaqa jarayon? Fizikmi, kimyoviy? Shuni o'zing o'ylab ko'r. Mana shu moshni ajratib olishing. Moshni guruchdan bitta-bitta ajratishing. Fizikmi, kimyoviy? Fizik. Yangi modda olmayapsan sen, bir-biridan ajratyapsan. Havoda o'quvchilar qaranglar. Eshitdinglar. Havoda kislorod, azot, asosiy tarkibni egallasa, qolgan boshqa moddalar, mana inert gazlar bor, karbonat angidrid bor, shu kabi moddalar, boshqa moddalar, asosiy tarkib emas, mayda. Shu gaz moddalarini sovutsak, suyuqqa aylanib bir-biridan ajraladi. Bu hodisa nima deb atalgan demak? Fizikmi, kimyoviy bu? Bu fizik. Tushunarli? Yaxshi. Nechta bo'ldi? Ikkitami? Ketdik. 53-savolga qaranglar. O'quvchilar mana bu yerda bo'lsa 69-savolga kiraylik. 69. 21 ta holat bor ekan, 21 ta. Shu 21 ta holatni bir-bir aytib chiqsak, menimcha hech qanaqa muammo qolmasa kerak. 21 ta birinchisi ko'mirning yonishi. O'sha kitoblarda K deb belgilab qo'yinglar, chunki kimyoviyni fizikni ajratish uchun. Kimyoviy bo'lsa K deb belgilab qo'yinglar, fizik bo'lsa F deb yozsangiz bo'ladi. Ko'mirning yonishi. Kimyoviy, mis simning bukilishi. Mayda qiladi. Fizik. Qo'rg'oshinda erib suyuq o'tishi. Fizik. Fizik bu ham. Demak, 4-inchi temirning zanglashi. Kimyoviy. 5-inchi suvning qaynashi, qaynab ketdi. Fizik. Spirtning bug'lanishi. Fizik. Bertoli tuzini parchalab kislorod olish. Boshqa modda olyapsan, bitta moddadan boshqa modda olyapsan. Kimyoviy. Havoni suyultirib azot olish. Men aytdim, havoni suyultirib azot olish yoki kislorod olish fizik. Xuddiki bir moshni guruchdan bir-biridan ajratganingdek gap bu. Qog'ozning yonishi. Mis simning qizdirilganda qorayishi. Kimyoviy, alyuminiy simning ekan, uzr. Kimyoviy. 11-inchi suvning muzlashi. Suv muzlab qoladi. Fizik. Temirni magnitga tortib olish. Fizik. Yaxshi, hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi bunda, yo'q qoladi faqat. Sutni achishi. Kimyoviy, yaxshi. 14. Oltin yurtning suyuqlanishi. Fizik. 15. Oltin yurtning yonishi. Shishani pishirish. Shishani pishirgan paytingda boshqa moddaga aylanib ketadi ular. Kimyoviy. Shishani maydalash. Fizik. Shakarni erishi. Shakarni suvda eritding, qara. Bunday narsada o'zi mana shakarni suvda eritding. Agar o'sha shakar choyingni qizdirsang, suvni bug'latib yuborsang, shakar takda qolib qoladi-da. Hech qanaqa o'zgarish uchramaydi. Fizik. Aralashib ketdi xullas. Shakarni ko'mirlanish. Bu nima degani? Shakarni qizdirasan, shakar tarkibida suv bor. Eshityapsizlar yo'qmi? Shakarni suv bug'lanib ketadi, ko'mir qoladi pastda. Shakarni ko'mirlanish. Uzum sharbatining bijig'ishi. Mana, hidi o'zgaradi, ta'mi o'zgaradi, boshqa holat bo'ladi. Yog'ning sovuqda qotib qolishi. Fizik. Xo'sh. Hurmatli kuzatuvchilar, Telegram bilan YouTube manzilimizda Shams Education'da bundan keyin mana shu kitob asosida to'g'ri 0 dan kurslarga, demak, bepul, bemalol qatnashtirasiz bo'ladi. Shu kitob asosida o'tamiz. Qatnashinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.